Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, hammalarga Allohning salomati, mag'firati, barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 47-cho'ng gunoh ayolning eriga sarkashlik qilishi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Nisoning 34-oyatida bundoq deydi. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa bir to'shakda birga yotmanglar. Bumi unum bermasa ularni adablash maqsadida astaroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Allah ayollarga zulm qilganlarni jazolaydi. Sura Nisoning 34-oyati. Allohning kalami. Qarindoshlar, bu oyatda erlarga sarkashlik qilgan ayollarningki masalasini Alloh taolo o'zining kalami Qur'on Karimda bayon qilyapti. Yuqorida bu so'zlab o'tdik. Shuni ayol qarindoshlarimiz diqqat qilish kerak. Bu bir cho'ng gunoh. Meyada uni dedik, buni dedik deb, hemen davaldimg'o, qilib oldimg'o degan bilan qiyomat kuni buni o'disidan chiqilolmaydi. Vahidi bu oyat haqida to'xtalib bundoq deydi. Sarkashlik qilishdan eriga qarshi chiqish va bo'ysunmaslik ko'z tutadi. Sarkashlik qilish eriga qarshi chiqish va bo'ysunmaslikni ko'z tutadi deydi. Ata ibn Abu Rabah bundoq deydi. Sarkashlik eri uchun o'ziga atir chechib yasanmaslik, erining to'shkiga kaygili unmaslik va odatini o'zgartib bilish ko'z tutildi. Bundoq ayolga Allohning kitobi bilan va'z nasihat qilish, Alloh Qur'onda ularni buyurgan ishlarga buyurib uni eslatish lozim. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bir to'shakda birga yotmanglar degan oyatning tafsirida to'xtalib, eri yotqini ayirib oladi. Ayoli bilan bir to'shakda yotmaydi degan. U yana bundoq degan. Eğer sarkashlik qilgan ayolni Alloh ruxsat qilgan va bu oyatda tilga olgan usul bilan o'zgartirishi lozim. Agar ayoli uning degan yeriga kelsa, yana o'ngshalsa, boshqa bahonalarni tepib, uni bo'zaq qilishga bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Agar ayolni to'shakka chaqirganda, ayoli uning yana kelgili unmasa, farishtalar tong atqucha u ayolga la'nat o'qiydi. Birlikka hadis. Shuningga farishtalarning la'natiga uchrashdan saqlanishimiz kerak, ayol bo'lgan qarindoshlarimiz. Yana bir rivoyatda eri ayolidan norozi yetib qolsa, farishtalar tong atqucha u ayolga la'nat o'qiydi deydi. Muslimning yana bir rivoyatida, Imom Muslimning ayoli erining yeniga kelishdan bosh tortib, uning to'shkini tark etgan holda yetib qolsa, eri uningdan rozi bo'lgan qadar farishtalar u ayolga g'azab qiladi deydi. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga qarindoshlar, ayol qarindoshlarimiz diqqat qilishimiz kerak. Osonlikcha bir hayajonlanib, qiyomat kunidagi cho'ng azobga qolib qolishdan saqlanishimiz kerak. Hasan Basri bundoq deydi. Buni hadisni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan anglagan kishi menga so'zlab berdi. Qiyomat kuni ayollar birinchi bo'lib namozdan va eriga itoat qilmaganligidan so'roqqa tortildi. Suyuti al-Jami'ul Kabir nomli kitobida naql qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq deydi. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolning eri hozir turib
ya'ni safarda emas chog'da har kuni shu ayolning yonida bo'la oladigan holatda turib erining iznini olmay nafla ro'za tutishi va erining iznisiz uyga namahram kishini kirgizishi durust emas. İmam Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Sahih hadis. Mana bu hadisdan hatta er kishi uyda bo'lsin yoki shu uyda davomli bo'lish imkoniyatiga ega vaqtda jiroq safarga chiqib ketmagan vaqtda nafl ro'zani tutib olib erininki ayol kishining yoniga kelishiga bir daxl tarz qilgan ahvolni durust emas degan. Durust emas degan. Ya'ni erning haqqini ado qilish va erga itoat qilish vojib bo'lganligi uchun ayoli uning ruxsatini olmay turib ro'za tutsa bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday deydi. Birovni yana birovga sajda qilishga buyursam edim, ayolni eriga sajda qilishga buyurgan bo'ladi degan. Imom Tirmiziy, Imom Abu Davud, Ibn Majah rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Bu hadisda agar birisini yana birisiga sajda qilishga ruxsat bo'lgan bo'lsa, ayolni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim degan. Sahih hadis. Hüseyin ibn Mihsanning ammasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yiniga berib, eri haqida shikoyat qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eringizga qanday muomala qilayotganligingizga qarab chiqing. Chunki u sizning yo jannatingiz yo do'zaxingiz bo'ladi dedi. İmam Ahmed ve İmam Hakim rivayet kılan, Albani Hasan degan Hasan hadis. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday degan. Allah eriga muhtoj bo'lib turuqliq uningga rahmat etmagan ayolga rahmat nazri bilan qaramaydi. İmam Ahmed, İmam Hakim rivayet kılan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir hadiste bunday degan. Erini razı kılıp ölgen her qanday ayol cennetga kirdi. Biz nurg'un hadislarni ko'rdik, qarindoshlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayollarni ota-onani razı qil deb buyurgan hadisni ko'rdik. Ota-onani razı qilish kerak degan umumiy jihatdan hadislar var. Kur'an hadiste Allah'ını razı kıl, Kur'an'da Allah'ını razı kıl, ata-onani razı kıl deydi. Ama köpünç ayollarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına verip sorgan suallarının hamısıga erini razı kıl, erini tertip su verip, onun halde obdan haber ilip, onun razılığını alsan, cennetinin qaysi eshigini xalsan şunundan kirse degan mazmundagi hadisim bor. Hadisim bor. Şununla ayol qarindoshlarimiz bu masalaga qattiq ahamiyat bersak bo'ldi. Ayollar erining roziligini qo'lga keltirishi, achchig'ini keltirib qo'yishdan saqlanishi, eri qachon yaqinchilik qilishni xohlagan chog'da uningga qarshi chiqmasligi lozim. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda bunday degan, ayolni to'shakka chaqirsa, o tonur beshida bo'lsa-mu, erining qishig'i darhol kelsin. İmam Tirmizi, İmam Nasai rivayet kılan, Albani sahih degan sahih hadis. Sahih hadis. Alimlar bunday deydi. Ama ayol hayizdor yoki nifaq kunida, ya'ni odat ko'rgan kuni yoki tug'utdan yeng bo'shangan vaqtlar bo'lsa, erining talbiga ma'qul bo'lish durust emas. Uni rad qilsa bo'ldi. Ermi ayolni bunday holatda yana chaqirib talab qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Shu ayol bunday holatdan poklanib, g'usl qilganiga qadar erining uning bilan jinsiy munosabat bo'lishi joiz emas. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning sura Baqaraning 222-oyatida bunday deydi. Hayiz mezgilida
ayolinglardan ner turinglar. Hayizdan pak bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi. Kimki ayoliga hayiz holatida yaqinchilik qilsa yoki orqa yo'liga yaqinchilik qilsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan narsaga kofir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni Qur'onga, islom diniga nisbatan kofir bo'lgan bo'ladi. Yana bir rivoyatda hayizdor ayolga yaqinchilik qilgan yoki uning orqa yo'liga yaqinchilik qilgan kishi la'natga uchraydi deyilgan. La'natga uchraydi deyilgan. Nifosli ayolga 40 kungacha hayizning hukmi beriladi. Shunga hayizdor va nifosli ayolni eri yaqinchilik qilish uchun chaqirsa, uning itoat qilishi joiz bo'lmaydi. Ondan boshqa ishlarda cho'qim itoat qilish kerak. Shuning uchun ular o'zlariga taalluq ishlarni va erining mol-mulkini erining ruxsatisiz tasarruf qilolmaydi. Erining haqqini o'zlarining haqqidan a'lo bilishi, erining tuqqanlarining haqlarini o'zining tuqqanlarining haqlaridan ustun bilish kerak. Har qanday chog'da pokizlikka diqqat qilib, erining huzur elishi uchun tayyor turishi, go'zalligini ko'z-ko'z qilib, o'zini eridan ustun tutmasligi, navoda eri yiqimsiz bo'lsa, uni ayblamaslik lozim. Asma'i mundaq deydi: "Men cho'lda bir ayol bilan uchrashdim. Ayoli nihoyat chiroyli, ammo eri nihoyat yiqimsiz ekan. Men u ayoldan mushundoq sat odam bilan birga bo'lishga qanday rozi bo'lasiz deb so'radim. Ayol: "Ey birodar, quloq solib anglag'in. Balki u yaratquchi Allohning haq huquqlarini eng yaxshi shaklda ado qilgan. Shuning bilan Alloh meni uning mukofoti qilib bergan. Men bo'lsam yaratquchi Allohning haq huquqlarini yaxshi ado qilmagan. Shuning uchun Alloh meni uning bilan jazolagan bo'lishi mumkin" deb javob berdi. Oysha roziyallohu anha bunday dedi: "Ey ayollar jamoasi, eronlarning ustonlardagi haqqini bilsanglar edi, ularning oyoqlaridan chiqqan to'pichoqlarni yuzinglar bilan sürtken bo'lardinglar." Müminlarning onasi Oyisha onamizning gapi bu. Shuningga qarindoshlar, ayol qarindoshlar diqqat qilib, Allohning dargohiga oq yuzlik bo'lib berishga, ajr ilib berishga, erlarimizning roziligini ib berishga tirishimiz kerak. Ayol kishi eri qarta hamisha hayoliq bo'lishi, erining oldida yer qarab turishi, buyruqiga bo'ysunishi, eri gap qilayotganda shuk turishi, eri sirtdan kirganda o'rnidan turishi, uni achchig'ini keltiradigan har qanday ishdan yiroq turishi, sirtqa manganda o'rnidan turib, uzitib qo'yishi, uxlaydigan chog'da o'zini eriga topshirishi, eri yo'q vaqtlarda uni omonatiga, uyiga va meliga xiyonat qilmasligi, eri yenilik chog'da hamisha chiroyli yasanib, xushpuroq buyumlarni ishlatishi, og'zini hamisha misvoq qilishi va xushpuraydigan narsalarni iste'mol qilishi, eri yo'q vaqtida yasanishini tark etishi, erining oilasidagilarga va tuqqanlarga hurmat bildirishi, eri bergan oz narsani ko'p deb bilishi vojibdir. Bu masalaga alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi. Eriga itoat qilgan ayolning fazilati va qarshi chiqqan ayolning tortilgan azobi haqida Alloh taolaning qo'rqadigan ayol uningga itoat qilishga va eriga itoat qilishga tirishishi, shundaqla butun g'ami erining roziligini ilishi bo'lishi lozim. Chunki eri uning yo jannati yo do'zaxi. Yuqorida o'rgangan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan, eri yo uning jannati yoki bo'lmasa do'zaxi bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda erini rozi qilib o'lgan har qanday ayol jannatga kiradi degan. İmam Tirmizi, İbn Majah ve İmam Hakim rivoyat qilgan sahih hadis. Qanday bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon oyining ro'zasini tutsa, eriga itoat qilsa,
jannatga uning darvozalarining qaysisidan kirishni xohlasa, shundan kirdi. Yuqorida men bu gapni deb o'tdim. Bu hadisni mana ayollarning jannatga kirishining osonligi mana bu hadisda. Qanday bir ayol, ya'ni musulmon shariatga uygun holatda yashagan bir ayol bo'lishi shart. Bu bizning burun deb o'tdik, ya'ni muhim eng asosiy shart mo'min musulmon bo'lishi kerak. Eriga 5 vaqt namozni o'qishi, Ramazon ro'zasini tutishi, eriga itoat qilishi jannatning xolgan darvozasidan kirishininki asosi bo'ldi ekan. Shuni qandoshlar alayda ahamiyat berishimiz kerak. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Shuningga ayol qarindoshlarimiz bu masalalarga ahamiyat berish kerak. Madamki ayol eriga itoat qilishga buyurilgan ekan, ermi uningga yaxshilik qilishga, ko'yinishga, uning ba'zi yomon xuylariga va boshqa kamchiliklarga sabr qilishga, nafaqasini berishga, kiyim-kechaklarini qilib berish va chiroyli tutishni iborat haqqini ado qilishga buyurilgan. Alloh taolo Sura Nisoning 19-oyatida mundoq deydi: "Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar." Ya'ni ayollar bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq deydi: "Ayollarga chiroyli muomala qilinglar, chunki ular sizlarniki asiringlardir. Asiringlardir." Ogoh bo'linglarki, sizlarning ayollaringlar ustida haqqinglar bor. Ayollaringlarning sizlarning ustinglarda haqqi bor. Ularning sizlarning ustinglardagi haqqi bo'lsa, ularning kiyim-kechak, yemak-ichmaklardan xabar olish, sizlarning ularning ustidagi haqqinglar, ularning sizlar yoqtirmaydigan kishilarni uyanglarga va ko'panglarga dashatmasligidir. İmam Tirmizi, İbn Majah, Nasai ve İmam Ahmed rivayet qilgan sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlarning eng yaxshilaringlar xotin bolalaringlarga yaxshi muomala qilganlaringlardir degan. İmam Tirmizi, İbn Majah ve Darimi rivayet qilgan, Albani sahih degan hadis. Sahih hadis. Shuningga qarindoshlar, bu hadislarga amal qilib ayol kishilar erlarimizga itoat qilishimiz kerak. Erlarimizmi ayollarimizga ko'yinishimiz, ko'ngil bo'lishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga nihoyat bek ko'ynatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: "Qandoq bir ayolning yomon xuylariga sabr qilsa, Alloh taolo uningga baloga sabr qilgan Ayub alayhisalomga bergan savobdek savob berdi. Qandoq bir ayol erining yomon xuylariga sabr qilsa, Alloh taolo uningga Muzahimning qizi Fir'avnning ayoli Osiyaga bergan savobdek savobni berdi" deydi. Rivoyat qilinishicha, bir kishi Umar roziyallohu anhuning yeniga ayolining nachar xuyidan shikoyat qilib keldi. U Umar roziyallohu anhuning chiqishini kutib darvoza oldida saqlab turganda, ishkirdan Umar roziyallohu anhuning ayolining uningga gap yondirib urishayotganligini anglabdi. Ammo Umar roziyallohu anhu jim turibdi, gap qaytarmabdi. Shuning bilan u kishi qaytib minibdi va o'z-o'ziga achchiq yomon mijozi chus uning ustiga mo'minlarning amri bo'lgan Umar roziyallohu anhuning holi bu bo'lsa, mening holim nima bo'ladi debdi. Shu orada Umar roziyallohu anhu tashqariga chiqib, darvozasi oldidan qaytib ketayotgan kishini ko'rib, uni chaqirdi va "Nima ishing bor edi?" deb so'rabdi. U kishi: "Ey mo'minlarning amri, ayolimning nachar xuylaridan shikoyat qilib kelgan edim. U men bilan takallashdi, ammo sening ayolingning sana shunday qilganligini anglab qaytib mandim va o'z-o'zimga mo'minlarning amrining ayoli bilan holi bu tursa, mening holim nima bo'ladi deb sana shikoyat qilishdan voz kechdim" debdi Umar roziyallohu anhu. "Ey qarindishim,
onun mening ustimda haqlari bo'lganligi uchun ko'tirdim. O mening tamog'imni pishirdi, nenimni yoqdi, kiyimimni yuvdi, bolamni emizdi. Bularning hammasi aslida uning majburiyati emas. Qalbim uning bilan haromdan saqlandi. Shuning uchun men uning qilganliklarini ko'tiraman debdi. U kishi mo'minlarning amri mening ayolimni shu ishlarni qiladi debdikan Umar roziyallohu anhu. Qarindishim undaq bo'lsa, sen uning ig'irlarini ko'tirgan. Bu hayot bakmi oz muddatdir, o'tib ketadi debdi. Demak, qarindoshlar, biz mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, bir-birimizning haq huquqlarini ado qilib, bir-birimizga ko'yinib, Allohning buyurgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan yo'li bilan maqsad qiyomat kuni Allohning oldida ajrga erisha olamiz inshaalloh. Alloh taolo darslarimizning barliq qarindoshlarga manfaat qilib bersin.